bittasi, menga qara. Ko'chadami aylanib yuribman ishlarim bilan. Aralashma, ip. Alo, alo. Nima qildi bu maraz? Doktor, ukam qani, ahvoli yaxshimi? Vohma qilmay, xavf ortda qoldi. Ukangizni qo'yni sal nozik. Nima yegisi kelsa, nima ichgisi kelsa, qo'yniga qarab turing. 101-xonada ukangiz. Bo'ldi, rahmat doktor kattakon. Ha, kuydiriga yaxshimisan? Aka, hammasi yaxshi, sal boshim aylanyapti. Ishtaham ham yo'q. Faqat shashligim kelyapti. Polvon shashlikdan. Polvon shashlik? Mening Yunusobod bilan Medgordokda filiali bor-ku. Qiyma, tovuq, baliq, jigar shashliklar 8 yildan. O'rdak, qanot, jazladan muammo yo'q. Aytgancha aka, kola ham qo'shib oling. Agar 10 ta shashlik olsangiz, 1 litrlik kola qo'shib berishyapti. Menga qara, undan ko'ra dasaka qo'rsak bo'lmaydimi? Borib o'tiramanmi? Aka, mana shu nomerlarga telefon qilib, bemalol zakaz qo'rsangiz, banisaga chopib berishadi. Aka, keyin uyga ham chiqarib bering, uyga ham dastlabki qilib berishadi. Adam bilan oyim maza qilib yeb olishsin. Ha, ukam, aqling kirgani rozi bo'lsin. Tezroq oyoqqa turib kel, polvon shashligiga birga boramiz.